umurtqalar aro disklar va ulardan hosil bo'lgan churralar. Qanday shifokor bo'lishidan qat'iy nazar bugun sizlarga berilishi mumkin bo'lgan, ya'ni kelajakda berilishi mumkin bo'lgan juda ham ko'plab savollarga javoblarni bugun olasizlar. Ya'ni beldagi disk churrasi yoki bo'yindagi disk churrasini sizlar juda ham ko'plab odamlarda balki eshitgandirsizlar, balki ko'rgandirsizlar, balki kimdir sizlarga hozir ham murojaat qilib kelgandir. Keyin buni patogenezini struktur qanday o'zgarishini ko'rib chiqamiz. Dastlab bilib olishimiz kerak, o'zi disk nima? Disk bu umurtqalarning orasida joylashgan, demak, biriktiruvchi to'qima, u ikki xil strukturadan iborat bo'ladi. Yaxshilab qarasak, mana bu disk deb oladigan bo'lsak, diskni tashqi tomonida nisbatan mustahkam, qalinroq bo'lgan struktura bo'ladi. Uning ichki qismida bo'lsa, nisbatan yumshoqroq elastik modda bo'ladi. Demak, bu moddalar, demak, uni tashqi tomonida, demak, annulus fibrosus deyiladi. Ichkarisi esa nucleus pulposus deyiladi. Bu disk, demak, umurtqalarning tanasini orasida joylashgan bo'ladi. Ya'ni umurtqalar tanasining orasida bu disklarning joylashishini asosiy sababi, demak, bizga yuklama tushgan umurtqa pog'onasiga bu amortizatsiya funksiyasini bajaradi. Demak, xo'p, disklarda qanday patologik jarayonlar sodir bo'lishi kerak? Bu savolga javobni bilishimizdan oldin ikkita qonuniyatni biz bilib olishimiz kerak. Birinchisi, demak, disklarning nomlanishi. Demak, nomlanishi, eslab qolinglar, disklar har doim o'zidan bitta tepadagi umurtqa nomi bilan nomlanadi. Bunga asosiy sabab, demak, birinchi bosh bilan birinchi bo'yin umurtqasi o'rtasida diskning bo'lmasligi va shu sababli undan keyingi disk, demak, birinchi disk, misol uchun, birinchi bo'yin umurtqasining ostida joylashgan. Xuddi shunday tasavvur qilinglar, mana bu rasmda bizda demak 4-chi va 5-chi bel umurtqalari orasida churra hosil bo'lyapti, ya'ni grija bo'lyapti. Yaxshilab qarasanglar, demak, mana bu 4-chi bel umurtqasi, mana 5-chi bel umurtqasi, ularning o'rtasidagi disk nechinchi raqam bilan belgilanishi kerak? Bitta o'ylab ko'ringlar. Albatta, agar sizlar buni L4 deb nomlanayotgan bo'lsa, demak, to'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Demak, bu 4-chi disk. Esingizda tursin, bu birinchi qonun. Demak, nomlanish qanaqa bo'lar ekan? O'zini umurtqasini, ya'ni aytaylik, o'zi joylashgan hududdan bitta tepada joylashgan umurtqani nomi bilan belgilanar ekan. Demak, L4, L5 tepadagisi L4 bo'lgani uchun, demak, bu diskning nomi L4. Ikkinchi qonun, disk har doim agar churra bo'ladigan bo'lsa, o'zini raqamidan bitta pastdagi raqamdagi nervni ezadi. Ya'ni hozir L4 churra chiqyapti. Demak, u qaysi nervni ezadi? L5 nervni ezadi. Mana. Ma'lum nerv L5, demak, 5-chi lumbar nervni ezyapti. Buni biz bilishimiz kerak. Xo'p, xulosa, demak, birinchi demak, umurtqa va bosh o'rtasida bo'g'im hosil bo'lardi, atlanto-occipital joint. Demak, bu yerda hech qanday disk bo'lmaydi. Birinchi disk bizda birinchi, ikkinchi bo'yin umurtqalar orasida bo'lar ekan. Buni biz bilardik. Keyingisi, umurtqa o'rtasidagi disk, demak, odatda churra hosil qiladi bo'yinda va belda. Va u churra odatda hosil bo'ladi. Demak, yaxshilab qaraymiz, qayerda? Lateral va orqa tomonda. Ya'ni mana bu anterior soha, mana bu posterior soha deydigan bo'lsak, hosil bo'ladi odatda orqa va lateral sohada. Nima sababdan? Chunki mana bu yerda kuchli ligamentlar mavjud. Xo'p, orqa tomondan chiqqanligi uchun bu osongina chiqayotgan nervni ezishi mumkin bo'ladi. Qaysi nervni ezishiga qarab, demak, klinika o'ziga xos bo'ladi. Misol uchun aytaylik, bo'yin sohadagi nervlar ezilishi hisobiga, demak, yelka va qo'llarga boradigan nervlar eziladigan bo'lsa, beldagi umurtqalardagi orasidagi grija, ya'ni churra hisobiga esa oyoqlarga boruvchi, demak, nervlar eziladi. Kelinglar, yana umurtqa orasidagi disklar haqida ozgina ma'lumot berib ketaman. Ya'ni bu disklar yosh o'tgan sari, ya'ni yosh kattalarda sekin asta yemirila boshlaydi. Yemirilaganligi uchun ularning yupqalashishi kuzatiladi va bu esa albatta bo'yning cho'kishiga sabab bo'ladi. Ya'ni o'rtacha har 10 yilda bo'y 1-2 sm ga pasayadi.
Demak, umurtqa pog'onasi bo'ynining juda ham katta qismini hosil qilganligi uchun umurtqa pog'onasining pasayishi, demak, taxminan umurtqa pog'onasining 25% disk hosil qiladi. Demak, bu disk demak, yupqalashi bo'ynining pasayishiga olib keladi. Demak, keyingi bizda klinik ahamiyatga molik bo'lgan narsa bu demak, radikulit. Agar ingliz tilidan to'g'ridan-to'g'ri agar tarjima qilmay aytadigan bo'lsak, demak, sciatica deymiz. Bu degani nima degani? Bu degani chiqayotgan nerv ezilgan hududdan boshlab nervni proyeksiyasi bo'ylab og'riq, irradiatsiya beradi. Ya'ni tarqaladi. Ya'ni radikulitning o'ziga xos xususiyati nimada? Qaysi nerv ezilganligidan boshlab u nerv oxirgi oyoqning uchigacha borsa, oyoqning uchigacha og'riq tarqaladi. Ya'ni bu radikulit bizda orqa miyaning ezilishi yoki bo'lmasa orqa miyadagi qanaqadir patologiyalar yoki bo'lmasa bo'g'imdagi muammolardan farqlashning eng asosiy xususiyati. Ya'ni irradiatsiya. Bu umurtqaning ichidagi, misol uchun, bizda konus medullarisining ezilishi yoki bo'lmasa oyoqning misol uchun son chanoq sohasidagi og'riqlar, ya'ni bo'g'imdagi og'riqlar. Ularda ham xuddi shunday o'sha sohada og'riq bo'ladi, lekin bular nerv proyeksiyasi bo'ylab irradiatsiya bermaydi. Demak, asosiy xususiyat demak irradiatsiya berish xususiyati ekan. Endi bu nerv agar muskullarni ta'minlaydigan bo'lsa, odatda, ya'ni motor qismi ko'proq eziladigan bo'lsa, nerv komponentining motor qismi ko'proq ezilsa, muskullarda ko'proq zaiflik kuzatiladi. Demak, og'riqni ta'minlovchi qism albatta bu nerv tarkibida bo'ladi. Shu sababli ham kuchli og'riq chaqiradi. Demak, og'riq demak, motor funksiyasini bajaradigan alfa motoneyronlar ezilganligi uchun muskulda zaiflik kuzatilishi mumkin. Demak, bemorda sekin-asta bu davolanmaydigan bo'lsa, nerv oxirigacha kuchli eziladigan bo'lsa, keyinchalik muskullarning aytaylik kichiklashi, ya'ni atrofiyasi ham kuzatilishi mumkin bo'ladi. Bu uzoq vaqt davom etganda muskullarda uvishish, paresteziya oyoqlarda va ya'ni og'riq, paresteziya holatlari kuzatiladi. Paresteziya degani demak, uvishib qolishi, sezgining buzilishi kabi holatlarni biz demak paresteziya deymiz.